madaniyatining bir qismiman. Men sizga aytsam, butun dunyo xalqlari bizning madaniyatimizga havas qilishadi. Men o'sha mashhur Registonman. Butun dunyodan keladigan sayyohlar bizdagi tarixiy obidalarga juda qiziqishadi. Men shaxmatdagi shoh donachasiman. So'nggi yillarda o'zbekistonlik yosh shaxmatchilarni butun dunyo tanimoqda. Men esa 2024-yilda bo'lib o'tgan Parij Olimpiadasi medaliman. O'zbekistonga men va do'stlarim jami 13 ta medal kelganmiz. O'sha vaqtda O'zbekistonni yaxshiroq taniganman. Men O'zbekiston bayrog'iman. Butun dunyo O'zbekistonni men orqali taniydi va men so'nggi yillarda dunyo kezib yuribman. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston bugun jahon e'tirofida.